Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Abdurashid Odilbek, M-Trade Akademiyasi rahbari bo'laman va biz trading bo'yicha sizlarga daskanalli bitta video darslik tayyorladik. Video darslikning mazmuni interaktiv brokersdan qanaqa ro'yxatdan o'tish hisoblanadi. Ko'pchilikda muammo bo'ladi. Aksiyani qanaqa sotib olaman deydi yoki aksiya sotib olishim uchun menga broker kerakmi, yo'qmi yoki ayni broker litsenziyasi bormi? Biz qaysi brokerdan ro'yxatdan o'tyapmiz, qanaqa brokerdan ro'yxatdan o'tyapmiz? Bizga o'zi broker degan tushuncha nimadan iborat? Ya'ni biz o'zi qanaqa brokerdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak degan qisqacha savollar yuzaga keladi va shu o'laroq YouTube ijtimoiy tarmog'idan turli xil videolarni ko'radi yoki aksiyalarni sotib olish uchun interaktiv brokersga kerak bo'ladigan dokumentatsiyalar yoki undan qanaqa ro'yxatdan o'tish bo'yicha kerak bo'ladigan yo'riqnomalar YouTube ijtimoiy tarmog'idan topiladi-yu, amalda qilib ko'rsa mana shu narsa qanaqadir yechim bermaydi. Va men ana shu narsaga yechim qilib daskanalni to'liq bo'lgan video darslikni qildim. Ya'ni har bitta kliatkasini ochib berdim. Ya'ni qayerda nima ish qilish kerak, qayerda qanaqa yo'l yo'riq ko'rish kerak yoki interaktiv brokersda har qanday aksiyalarni sotib olish uchun qanaqa yechimlar qilish kerak. U albatta ro'yxatdan o'tishga bog'liq sikl hisoblanadi. Ro'yxatdan unumli o'tgan shaxslargina interaktiv brokersdan to'liq va professional rejimda foydalana olishligi mumkin bo'ladi. Ayni shu masalalarga yechim o'laroq ayni shu videoni tayyorladik. Videoni oxirigacha ko'ramiz va videoda albatta o'z fikringizni kommentariyasida yozib qoldirishinglarni va videoga like yoki yoqmasa dislike bosib ketishinglarni iltimos qilamiz. Bu videolarni yana ham ko'proq auditoriya ko'rishligini va to'g'ri bo'lgan brokerdan foydalana olishligini ta'minlaydi. Albatta mamlakatda yoki xalqimizning rivojlanishi o'zimizga bog'liq. O'zimiz harakat qilmasak, broker bizni rivojlantirmaydi. Videoni albatta tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Aynan aksiya bozoriga qiziqib yuradiganlarga darsni boshladik. O'rtoqlar, darsligimizni boshlab olamiz. Sizlar bilan aynan interaktiv brokersdan qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish to'g'risida daskanli bu video darsligimiz bo'ladi. Albatta videoni qo'llab-quvvatlash uchun esingizdan chiqarmanglar. Обязательно kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bunaqa videolar sanoqli bo'ladi. Sababi hozir algoritmlar o'zgarib borayotgan, hujjatlashtirish o'zgarib borayotgan bir davrda yashayapmiz. O'shaning hisobiga bizda ozgina demak tushunmovchilik yoki muammolar yoki aynan qayerga nima to'ldirish kerakligida turli xil demak aytaylik so'rovlar paydo bo'lishi mumkin. O'sha so'rovlarga daskanali qisqacha javob bo'lib ketadi, xudo xolasa. Darslikni oxirigacha ko'ramiz va albatta interaktiv brokersdan qanaqa qilib ro'yxatdan o'tib olish to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, buning uchun nima qilamiz? Albatta interaktiv brokersning rasmiy saytiga kirib olamiz. Bu saytni opisiyadan topishingiz mumkin. YouTube opisiyasiga joylab qo'ygan bo'lamiz. O'sha opisiyadan olib, ushbu sayt linkiga yoki o'zingizlar interaktiv brokers deb yozsanglar yoki iBker deb yozsanglar, o'zi sirazi demak ushbu saytga kirib ketadi. Любой brauzerdan foydalanasizlar, xoh u Google Chrome bo'lsin, xoh u Microsoft Edge bo'lsin, farqi yo'q. Yo'q, bu xohlasanglar Yandex brauzer, umuman ahamiyati yo'q. Imkon darajada Google Chromedan foydalanasizlar, bunda sizlarda turli xil masalada aytaylik savollar bo'lmasligi mumkin. Aynan aytaylik tekshirib olish yo'li, masalan, Chrome'da shunaqa intellekt bor, искусственный intellekt, albatta mana Ask Gemini deb turibdi. Masalan, mana shu orqali ham men to'liq aytaylik aynan shu sayt original saytligini bilib olish imkoniyatiga egaman. Masalan, aytaylik, mana bu yerda men start chart tugmasini bosaman. E'tibor beringlar mana. Bu sayt demak rasmiy demak iBkerni sahifasini tekshirib ber. Xo'p. Enter tugmasini bosaman. Ayni shu savolimga to'liq mana e'tibor beringlar. Ha, bu interaktiv brokersning rasmiy veb-sayti. Buni tasdiqlovchi asosiy belgilar brauzeringizning manzili qatoridagi veb-sayt manzili hisoblanadi. Tushunarlimi mana? Обязательно mana sun'iy intellekt bilan ham bir qator tekshirib olib, ya'ni haqiqatdan men interaktivning rasmiy saytiga kirdimmi? Chunki buni falshiviy saytlari ham umuman boshqa bir shu nom ostiga o'xshash bo'lgan iBkerda bitta harfida qaytaylik, bitta harfida tushib qolgan nimadir bo'lib, shunga o'xshash saytlar bo'lishligi mumkin. Unga detaillarda ulashib borib, qanaqadir noo'rin qadamlar bo'lib qolishligi ehtimoli bor. O'shaning uchun albatta har bitta knopkani ezishda, knopkani bosishda undan foydalanib ketaversanglar bo'ladi. Hop, e'tibor beramiz. Mana biz ajoyib qismga o'tib oldik. Endi men bu brauzerni xohlasam yopaman, lekin yopmaslikni maslahat beraman. Qaysidir o'rinda sizlarda savollar bo'lishi mumkin. Yana bir tekshirib olish pastga tushsanglar, bo'limi bor mana. Aynan ushbu sayt New York Stock Exchange FINRA CIPC tomonidan demak regulated qilinadi va Security and Exchange Commission tomonidan demak regulyatsiya qilinar ekan. Aynan mana bu security tomonidan bu
a'zosi ekan va regulyatsiyasi US Security and Exchange Commission ekan. Ya'ni Amerikaning federal agentligi. Bunday olib qaraganda butun bir bozorni militsionerlari. Tushunarligi? Hop, davom etamiz. Tepaga o'tib, bundan qanaqa akkaunt ochilinadi? Open an account degan bo'limi bor, e'tibor beringlar. Open account tugmasi bosilinadi. Open account tugmasi bosilganda sizlarni ayni shunday oyni kutib oladi. Va обязательно maslahat beraman sizlarga ingliz tilida заявленияni to'ldirishinglar. Ya'ni aynan bu yerda hozir sizlarga rus tilida создавать qilishinglarni so'rayapti. Bu yerda chunki nimaga bizni mintaqamiz O'zbekiston SSR hududida, eslab qolinglar, O'zbekiston SSR avval SSR bo'lgan. O'shani hisobiga deyarli hamma hujjatlar, amaliyotlar ko'pincha rus tilida amalga oshirilganligini bularni o'zini aytaylik bazasi tanib bizga shu rus tilini avtomatik chiqarib beryapti. Lekin sizlar buni ingliz tilida o'tkazib olishinglar kerak bo'ladi. Sababi tushunmovchilik bo'lmasligi uchun. Ingliz tilini tanlab olaman. Endi birorta emailni kiritishingiz kerak bo'ladi. Username, password. Endi men real birorta bir shot ochmayman, lekin har bitta qadamda aynan nimani kiritishingiz kerakligini tushuntirib o'taman. Xo'p, emailga albatta o'zingizlarga kerak bo'lgan birorta pochta manzilini kiritasizlar. Endi bu yerda menda bir alohida bir pochta manzili kiritib o'tilingan. Men bunda aytaylik birorta norasmiy bo'lgan pochta manzilini kiritib o'tib ketaman. Masalan, aytaylik Mtrade Academy degan pochta manzilim bor ekan. Xo'p, o'shani kiritamiz. mtrd.academy. Academy demak kuchukcha gmail.com. Aynan mana shu pochta manzilini kiritdim va mana bu yerga username yoziladi. Mana bu yerga elektron pochta manzilinglar. Bu pochta manzilinglar eslatib o'taman. Ofitsialniy o'zingizlarni pochta manzilinglar bo'lishligi shart. Nima uchun? Sababi bu pochta manzili bir marta registratsiyadan o'tdimi, bu sizning interaktiv brokersga bog'langan asosiy pochta manzilingiz. Ular sizga shu pochta manzili orqali aloqaga chiqisha oladi. Shu pochta manzili orqali sizdagi rasmiy hisoblarni tasdiqdan o'tkazadi. O'shani hisobiga aynan shu pochta manzili umuman sizlardan kelgusida yo'qolmasligi kerak. Mana shu narsani doimiy ravishda ta'minlovchisi bo'linglar. Buni esingizdan chiqarmanglar. Mtrade Academy gmail.com deb yozdik. Endi username ga yozamiz. Username ga birorta aytaylik o'zingizlarning taxallusinglar. Bu taxallus. Ya'ni aynan shu interaktiv brokerdan foydalanayotgan vaqtimda menda qandaydir taxallus bo'lishligi shart. Ular meni atashligi uchun. Masalan, aytaylik trader joy tashlamasdan Mtrade deb yozib qo'yaman misol. Mtrade. Yoki sal endi cho'zroq bo'lib ketdi. Masalan, Mtrade bugun sana 2026-yil 2026 qilaman misol. Mana o'zi птичка bo'ldi sразу. Ya'ni aynan shunga o'xshash raqam yo'q demoqchi. Ya'ni username yo'q. Endi bunga kerakli bo'lgan password bu bor ekan. Mtrade 2026 bor ekan. Buni o'chiramiz. Mtrade 322 85 86 aytaylik 4 ta 1 qilib ko'ramiz. Bu bormi ekan? Bu yo'q ekan mana. Mtrade 4 ta 1. Taxallusim o'zi sraz yozgan vaqtinglarda bitishga bo'ladi yoki manikiga o'xshab qizil chiqadi. Buni sraz aniq qilsalar bo'ladi. Aytaylik tushunsanglar bo'ladi, shu bunaqa raqam, bunaqa username bor o'zi. Ularda ro'yxatdan o'tib bo'lgan bunaqa. Tushunarlimi? Xo'p. Bunga endi o'zingizlar xohlagan narsalarni qo'yishinglar mumkin. Masalan, isminglarni yozib qo'yishinglar mumkin yoki farzandinglarning ismini yozib qo'yishinglar mumkin yoki o'zingizlarga yoqqan kimnidir ismini yozib qo'yishinglar mumkin. Bu uni ahamiyati yo'q, lekin albatta kichikroq, har doim foydalanishinglarga xosroq bir username bo'lsin. Sababi bu username orqali biz, ya'ni sizlarning login manzilinglar aynan pochta emas, balki aynan usernaminglar vazifasini o'taydi. Ya'ni login vazifasini aynan usernaminglar bajaradi bu yerda. Xo'p, nima qilamiz endi? Passwordga birorta kod yozishimiz kerak bo'ladi. Bizga Google o'zi strong kodni taklif qilyapti. Yo'q, bunaqa kod bo'lmaydi. Men buni har safar interaktivga kirita olmayman. Cho'zib on qilaman. Xo'p. Nima qilamiz endi bu yerga? Birorta kod yozamiz. Aytaylik, o'zimga kerakli bo'lgan birorta kodni yozishim kerak. Masalan, xo'p. Qo'lingizdagi birgina telefon yoki notebook orqali uyingizdan chiqmagan holatda yoki asosiy ishingizdan ketmagan holatda trading orqali daromad qilishni istaysizmi? Unday bo'lsa sizga Mtrade Akademiyasi yordam beradi. Biz Mtrade jamoasi 5 yillik mutaxassislikka egamiz va oxirgi 1 yil davomida 100 dan ortiq o'quvchilarga trading sohasining joyz yo'nalishini o'rgatdik. Ulardan bir qanchasi quyidagi natijalarga ega bo'lishdi. Siz ham xuddi shunday natijalarni qo'lga kiritishni istasangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz yoki pastdagi tugma orqali hamyonbop narxlarda o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Aytaylik, hozir bir daqiqa.
Birorta masalan belgi ishlatinglar. Masalan mana bunaqa. Xo'p. Bo'ldi, shunaqa kod qo'ying. Sizlar ham shunday kod qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarga xos bu. Bilinglar, buni o'zingizlar o'ylab topishinglar kerak bo'ladi. Confirmation qilamiz kodni. Вот. Faqat mana bu katta farq bo'ldi bunda. O'sha countryga O'zbekiston qolishi kerak обязательно, chunki biz O'zbekistondan ro'yxatdan o'tyapmiz. Endi create an account qilamiz. Account created bo'lyapti. Saqlab qolishni so'rayapti. Mayli, saqlab qolamiz, bizga kerak bo'ladi. Endi aynan mana bu qismi. Mana bu qismda biz aynan pochta manzilimizni tasdiqlab olishimiz kerak. Sababi nimaga? Pochta manzili tasdiqlangandan keyin bizada уже savollar qolmaydi, что bu yog'i silliq ketadigan. Ya'ni pochta manzilini tasdiqlab olganimizdan keyin ular уже bizga bog'lanadi. Bemalol bizga соотношение o'rnata oladi. Nimadir muammo bo'lsa, qayta tiklash imkoniyatlarini ochib beradi. Shuning uchun biz demak confirm qilamiz. Confirm qilib, mana pochta manzilimga уже xabar kelgan bo'ladi. Interactive Brokersdan mana keldi. Sizlarga ko'rinadimi, yo'qmi bilmayman. Mana Interactive Brokersdan pochta kelgan, mana logotipi bilan birga keladi. Может ko'ringan, может ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Pastga tushsanglar, mana bu yerda confirm email degan knopkasi bo'ladi telefonda. Aynan shu confirm emailni bosib olsam, bu yerda avtomatik уже подключ bo'lib ketadi yoki pastda kodi bor. 6 ta xonali kodi bor. 5 ta xonali ekan. O'shani yozishimiz ham mumkin. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda you can enter code here deyapti. Mana shu yerga kiritishimiz kerak deyapti. Kodni shu yerga kiritaman. Xo'p. 82 193 confirm email address. И всё, mana biz уже Interactive Brokersga aynan pochta manzilimizni tasdiqlab bo'ldik. Endi biz akkaunt ochishni davom ettiramiz. Qanaqa akkaunt ochamiz? Biz retirement akkaunt ochamizmi, joint akkaunt, individualmi? Ya'ni biz shaxsiy akkaunt ochyapmiz bu yerda. Har bitta foydalanuvchi o'zini nomiga akkaunt ochgani uchun albatta bu yerda shaxsiy akkaunt ochiladi. Aynan shu oynada men mana shu yerda sun'iy intellektdan ham so'rashim mumkin. Masalan, Gemini men shaxsiy account ya'ni o'zim uchun account ochyapman. Account ochyapman. Shu oynada ayni qaysi bo'limni tanlashim kerak. Xo'p. Enter tugmasini bossam, u aynan biz application to'ldirayotgan account bo'limini o'rganib chiqadi va bizga kerakli oynani topib berishga yordam beradi. Masalan, mana siz o'zingiz jismoniy shaxs uchun hisob ochayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda yuqoridagi individual account jismoniy shaxs hisoblari bo'limini tanlanganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Ushbu bo'lim ichida quyidagi variantlar bor. Individual bor ekan, retirement, ya'ni joint. Ya'ni bu yerda individual aynan shuni tanlashingiz kerak. Bu bir kishiga tegishli bo'lgan standart shaxsiy hisob varaqi ekan. Retirement degan AQSh soliq rezidentlari uchun mo'ljallangan pensiya hisobi, ya'ni biz uchun to'g'ri kelmaydi. Bu bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Biz O'zbekistondamiz. Ikkinchisi, ikki kishi birgalikda ishlatadigan birgalikdagi hisob. Ikkinchisi mana joint. Agar siz ikki kishi bilan qaysidir sherikchilik asnosida akkaunt ochmoqchi bo'lsangiz, unda ikkinchi turni tanlashingizga to'g'ri kelar ekan. Tushunarlimi? Bizga endi individual yozuvi kerak bo'ladi. Aynan shunga ptichka qo'yamiz. Tushunarlimi mana? Endi qaysi tilda to'ldirmoqchisiz deyapti. Albatta ingliz tilida. Sababi ingliz tilida amalga oshirsanglar, bu sizlarga что поддерживание beradi. Dokumentatsiyada muammo tug'dirmaslikka. Sababi bizani IDlarimiz ham, va ayni kundagi yashash to'g'risidagi ma'lumotnomalarimizni ham barchasini hozirgi kunda ingliz tilida olish imkoniyati mavjud. Tushunarlimi? Ya'ni kerakli hujjatlarni yoki bank statementlarini ham yoki aytaylik boshqa bir chek varaqalarini ham hammasini ingliz tilida olish imkoniyati bor. Chunki rus tili bilamiz, zamon talabiga munosib ravishda bizani rasmiy hujjatlardan chetga chiqib ketyapti. Va bu albatta yaxshi va ijobiy natija. Что bizada butun o'sha aytaylik Interactive Brokersdan ro'yxatdan o'tib olishimizda yordam beradigan sistema. Xo'p, endi Start Application tugmasini davom ettirib bosamiz. Mana bosdim. Va ayni bizda keyingi bo'lim shakllanadi. Mana bu bo'lim endi juda qiziq bo'lim. Mana legal name, mana eng muhim narsa, ya'ni pasportimizda qanday. O'shaning uchun doimiy ravishda o'zingizlarning oldinglarga ID kartalarini olinglar va ikkinchi qiladigan asosiy ish, hozir yetib kelgan vaqtimizda tushuntiraman. Ikkinchi qiladigan ish bu MyGo'dan bizni yashash to'g'risidagi ma'lumotnomamizni olishlik. Eng muhim narsa yashash to'g'risidagi ma'lumotnomamizni olishlik.
Tushunarliki? Uni ko'rinishini aytaylik hozir men Google dan qidirib ko'rsataman. Uni MyGo dan olasizlar faqat. Ya'ni yagona davlat xizmatlari agentligidan. Tushunarliki? Yagona darcha deb atashadi ko'pchilik. Hop, mana bu yerda endi legal name ga. Hop, biz ayolmizmi, erkakmizmi, uylanganmizmi, uylanmaganmizmi va hokazo. Endi men har doim sizlarga maslahat beraman. Bo'ydoq variantni davom ettirib ketaveringlar. Sababi nimaga? Bu sizlarni legal holatda tekshira olmaydi. Sizlarni bo'ydoq emas, uylangan emas va hokazo. Bu yana qo'shimcha sizlarga поддержание beradi, что undan ro'yxatga o'tayotganinglarda, ya'ni shunaqa imkoniyat bor bunda. Hali pul to'g'risidagi ma'lumotnomalarni kiritayotganda bitta kletka, ya'ni краткий kletka usulini ko'rsatib ketaman. Ana shu orqali ro'yxatga o'tib olsanglar, ancha yengillik bo'ladi, что sizlarda aynan interaktiv brokersdan foydalanayotganinglarda umuman muammo tug'dirmaydigan. Tushunarliki? Ya'ni sizlarga alohida savollar bermaydi. Masalan, to'g'ri, ba'zi hollarda bundan ro'yxatga o'tayotganingizda, aytaylik qanaqadir yo'llardan, ya'ni aniq ko'rsatmalardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Faqat u yo'llarni kiritganingizda sizdan o'sha narsalarni tasdig'ini so'raydi. Masalan, O'zbekistonda shunaqa holat, masalan, biz chetda emasmiz, agar Yevropalarda bo'lganimizda bizda ayni qancha pulimiz borligi, qanday pul topayotganligimiz, qanaqa demak hisobimizda pullar borligi ularni rasmiy anaqalarda ko'rinib turadi banklarda. Ularda umuman chetlab o'tish imkoniyati yo'q bu narsalar. Lekin O'zbekistonda bizda naqd pul katta rol o'ynaydi. Shu paytgacha katta rol o'ynab kelgan. O'sha naqd pul hisobini ko'pchilik bilisha olmaydi. Ular bilisha olmaydi. Yoki biz ham uni naqd pulimizni masalan ko'mib qo'ygan pulimizni bankdan tasdiqlata olmasligimiz mumkin. O'sha taraflarni oldini olish uchun. Xo'p, mana bu yerda endi men Mr so'zini tanlayman. First name ga aynan demak ismini yozib ketaman. Aytaylik Odilbek. Odilbek. Middle name ga shart emas. Last name anaqa familiyamizni yozamiz. Demak Abdurashidov. Vot, Abdurashidov. Men bu optional, bu shart emas. Ya'ni bu yerga otangiz ismini yozsangiz ham bo'ladi, xolasangiz yozmasangiz ham bo'ladi. Hop, next tugmasini bosaman. Eng qiziq qismi. Hop, endi bu yerda tug'ilgan sanamiz, aynan muddatlarni keltirib o'tishimiz kerak. Endi men bu yerda aynan muddatlarni kiritib o'tirmayman. 02 aytaylik mayda tug'ilganman deb tasavvur qilamiz. Masalan 1999. Vot. Yilimizni kiritib qo'ydik. Next qilamiz mana. Bu yerda date of birth, ya'ni qaysi sanada tug'ilganligimizni so'raydi. Har bitta oyni avval farqi bor. Avval bitta listda hamma ma'lumot so'ralinardi. Hozir alohida har bitta listda so'ralinyapti. Bu albatta foydalanuvchi uchun ham qanaqadir qulay. Kelma-ket savollar bo'lsa, masalan, bemalol erkin holatda javob berish imkoniyati bo'ladi baribir. Xo'p, next tugmasini bosamiz. Endi address line. Ana endi mana shu joyi muhim. Address line 1, address line 2 bu optional. Ikkinchi adres, birinchi adres. Birinchisiga to'liq yozib qo'yamiz, qolgan joyi shart emas. Aynan mana shu joyga kelganda MyGo ga kirishimiz kerak bo'ladi. my.go.uz mana e'tibor beramiz. Saytga kirib oldik. Endi bu yerdan aytaylik bizga kerak bo'lgan ruxsat berish shart emas bu. Endi bu yerda bizga kerak bo'lgan asosiy omil MyGo dan bizni yashash to'g'risidagi ma'lumotnomamiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa tekshiriladi? Bu yerdan biz pastga tushganimizda, pastga tushib e'tibor beringlar. Birinchi kirish qilib olasizlar. Kirish qilib OneID orqali o'zingizlarni tasdiqlab olishinglar kerak bo'ladi. OneID ilovasi orqali kirsanglar ham bo'ladi. QR kod qilib kira olasizlar. Umuman masala yo'q unda. Keyin aynan kirib olganinglardan keyingina yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan yashash to'g'risidagi ma'lumotnomani olasizlar. Bu yerda bizda ma'lumotnomalar degan bo'lim bo'lish kerak. Mana bu yerda ma'lumotnomalar bor. Barchasiga o'taman. Mana bu yerda bizda onalik, mahalla to'g'risidagi statik manzil ma'lumotlari, hop, hozir ko'ramiz. Doimiy yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma degan joyi bo'lishi kerak. Sudlanganlik, nogironlik, mavzu, ishga olinganlik, yashash joyi bo'yi mana. Aynan mana shu bo'lim mana. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma. Mana shunga kirib, aynan mana shu ma'lumotnomani olishinglar kerak bo'ladi. Bu xizmat bepul, xizmat narxi umuman bepul. Bu to'g'risida ma'lumotni ariza yuborib, bir onda amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar kifoya. Prosta bosamiz, yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma chiqadi. Ayni yashash to'g'risidagi ma'lumotnomada qanday kiritilgan bo'lsa yashash to'g'risidagi ma'lumotnomangiz. Xuddi shunday, ya'ni o'zingizcha hozir yashab yurgan joyim, doim yashash joyim, mana deb kiritib ketmang. Chunki yagona davlat xizmatlari agentligida ba'zi krashlar bor. Masalan, meni yashash joyim ayni men yashayotgan joy bilan umuman nomutanosib bo'lib qolgan. Masalan, shunaqa.
Men boshqa ko'chada yashayotgandek bo'lib qolganman. Masalan, ayni ko'cham Sayiljoy ko'chasi bo'lsa, qayerdagi bir Murtazayev ko'chasiga o'tib qolganman. Misol. Ya'ni yashash manzilim boshqa joyda. Sizlarda ham aynan shunaqa hodisa yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bu kamchilik albatta, lekin endi to'g'ri tushunishimiz kerak. Hammani birdaniga registratsiyada o'tkazgan hisobiga shunaqa bo'lgan. Davlat topshirig'ida shunaqa kamchiliklar yuzaga kelgan. Endi buni yashayotgan odam o'zi borib avtomatik to'g'rilab olishi kerak bo'ladi. Xo'p. Endi buni olganinglardan keyin uni masalan ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi hozir. Ko'rinishini ham ko'rsatib ketay sizlarga. Misol hozir copy link address text copy yo'q ekan. Xo'p, yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ma'lumotnomani bunday qilamiz, pastga tushib kartinkasiga o'tamiz. Yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma aynan mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Eslab qolinglar mana. Aynan mana bunaqa ko'rinishda mana. Ko'ryapsizmi rasmini? Aynan quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. E'tiborli bo'linglar. Qayerga ketdi u? Yo'qolib qoldi. Bunday chiqsa ham. Mana bu yerga o'tamiz mana. Aynan mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sal ko'rinyaptimi sizlarga bilmayman. Kattalashtirib sal ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rindimi, ko'rinmadimi bilmadim. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Gerbi bo'ladi va hokazo mana bu yerda. Kimdadir ruskiy язычный bo'ladi, kimdadir lotin alfavitida. O'shaning uchun lotin alfavitidagini tanlaylar. Lotin alfavitida bo'lsa yaxshiroq natija beradi sizlarga. Uni mana bu yerdan to'g'rilab olishinglar kerak. Aynan o'sha MyGo'ga kirgan vaqtinglarda tildan to'g'rilab olasizlar. Yoki bu yerda masalan o'zbek tilida mana bu yerda ingliz tilini tanlab qo'yib, o'sha ingliz tilida aytaylik amalga oshirsanglar so'rovni avtomatik ravishda u sizlarga ingliz tilida chiqazib beradi. Aynan shu qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda yozishinglar kerak bo'ladi. Eslab qolinglar. Bu joylari tushunarli. Endi applicationga o'tamiz. Required addressga aynan shu manzilni yozishimiz kerak. Masalan, men Jizzax viloyatidanman. Jizzax viloyati to'liq yozishim kerak. O'zbek tilida yozsam bo'ladi. Ya'ni aynan men MyGo'dan o'zbek tilida olganim hisobiga aynan shunaqa chiqadi. Viloyati hop Mirzacho'l tumani. Mirzacho'l tumani. Keyin aytaylik Yerjar mahalla fuqarolar yig'ini MFY, keyin Sayiljoyi falon qanaqadir 56mi va hokazo bilmayman. Mana shunaqa. Ko'changizni nomi bilan mana ko'chasi 56-uy degan. Mana shunaqa qilib qo'ysak bo'ldi. Bu yer shart emas. Cityga aynan o'sha yozishimiz kerak. Jizzax. Yo'q. Endi meni yashash joyim masalan Mirzacho'l tumanining Gagarin shahrida. Masalan shunaqa. Aynan shuni Gagarin deb yozishim kerak bo'ladi. Chunki hujjatda Gagarin keltirilgan bo'ladi. Keyin state territoriyaga aynan Jizzaxdaligini belgilab qo'yamiz va zip kod. Aynan zip kodim 130 300 ga to'g'ri keladi. Mana shunaqa. Ya'ni postal code. Buni mana bunaqa qidirasizlar. Zip kod deb yozamiz. Zip kod deb yozamiz. Zip kod mana bunaqa. O'zi menga sразу mana Mirzacho'l sразу keltirib beryapti. Ko'rdinglarmi mana? Искусственный intellekt juda aqlli bo'lib ketdi hozir. Shunaqa. Yoki mana bunaqa so'rasanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda men masalan Jizzax viloyati Mirzacho'lda yashayman. Mirzacho'l tumanida desam bo'ladi. Tumanida yashayman. Virgul mening postal kod manzilimni aniqlab ber deb sun'iy intellektga yozsanglar ham shundoq yozsak hozir u taq etib o'zi chiqazib berish kerak. Mana e'tibor beringlar, aynan shu Jizzax viloyati Gagarin shahriniki sразу beryapti 131 siz formaga 130 deb kiritgansiz. Bu indeks ham ba'zan tuman viloyat bo'yicha qabul qilinishi mumkin deyapti. O'zi aslida 131.00 ekan. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa. Mana bu yerda lekin bizga 130 deb golden page'da berib o'tilgan Mirzacho'l tumaniki eski bo'yicha bo'lsa kerak. Yangisi boshqacha bo'lsa kerak. Bilmayman, bir tekshirib ko'rasizlar. Sun'iy intellekt yozsanglar ham o'zi sразу chiqazib beryapti. Ko'rdinglarmi? Xo'p, biz yozdik. Endi mana bu narsa kerak emas. I have a different mailing address. Bu shart emas. Bu qo'shimcha manzil degani. Xo'p, next tugmasini bosamiz. No send qilamiz. Mana bu yerda endi
Let's verify your identity deyapti. Bizani o'sha pasportimizda qanday ekanligi, ya'ni identifikatsiyasi qanaqaligini tushuntirib beryapti. Xo'p, citizenship information, ya'ni primary, ya'ni manzilimiz qanaqaligini. Biz O'zbekistonda tug'ilganmiz. Qayerda tug'ilgansan deyapti. Next, O'zbekistonda. Davom etamiz. Aynan siz qayerda tug'ilganingizni so'rayapti bu prosta. Endi bu yerda mobilni yozamiz. Aynan mobil. Haqiqatan ham kod O'zbekistonniki, to'g'ri. Require phone number. Endi telefon raqamimizni yozamiz. 93lik 130 139 13 13 12 12 ketdi. Farqi yo'q. 12 12. Mana biz nomerimizni kiritdik. Next tugmasini bosamiz. Endi base currency, siz qaysi pulda amalga oshirasiz savdoni, ya'ni qanaqa pulda kiritib, qanaqa pulda chiqarmoqchisiz. Aynan mana shuni United States dollar qilamiz, ya'ni USD qilamiz. Boshqa pul qo'ymaylar. Next qilamiz. Employment detail. Aynan mana shu joyi crash joyi. E'tiborli bo'linglar mana shu joyda. Mana shu yerga doim unemployment tanlashinglarni maslahat berardim. Agar unemployment tanlamasanglar, sizlardan har xil hujjatlarni обязательно talab qiladi. Yoki boshqa bo'limni tanlab qo'ysanglar, sizlardan aytaylik, ba'zi imkoniyatlarni ochib bermasligi mumkin, savdo jarayonida qisishlar yoki vaholang boshqa masalalarda. Aynan ishingizni yozsangiz ham bo'ladi. Men masalan vaqtinchalik ishsizman. Unemployment. Keyin mana bu yerda savol beryapti. Are you any employer registered broker? Mana shu yerda mana e'tiborli bo'linglar. Sizlarni oila a'zoyinglardan kimdir aynan brokerda aytaylik brokerdan ro'yxatdan o'tgan, ya'ni broker bilan qanaqadir birgalikda ishlaydimi deyapti. Bizda O'zbekistonda hech kim bunaqa ishlamaydi. Interactive Brokers bilan hech kim ishlamaydi. Ya'ni qanaqadir oila a'zomizda investment fondda ishlamaydi. Hamma xususiy trader bo'ladi. O'shaning uchun bu no holida qolish kerak. Hech qachon yes bosib o'rmaydi. Men immindan mana shu joyga. Buni tarjima qilib olsanglar ham bo'ladi. Mana pravomishni shunchaki bosib yoki mana bu yerda sun'iy intellektdan so'rasak bo'ladi. Aynan bu oynada mendan nimalar so'ralyapti? Mendan nimalar so'ralyapti deb enter tugmasini bossak, bu hozir shu oynani shunchaki o'qiydi. Ushbu oilada employment status so'ralyapti va financial firm question deyapti. Ya'ni siz yoki sizning yaqin oila a'zolaringizdan biror kishi brokerlik kompaniyasining maslahatchisi, hedge fond birjasi yoki boshqa bir moliya xizmatlari ko'rsatadigan firmada ishlaydimi yoki ro'yxatdan o'tganmi? Albatta bu yerda no qilishimiz kerak. Tushunarli? Mana o'zi tarjima qilib beryapti. Yoki shunchaki mishka kursor o'ng tugmasini bosib, anaqa translate to Uzbek qilib qo'ysanglar, o'zi tarjima qilib ketaveradi. O'qiysiz, tamom, o'qiysiz, tamom. Sun'iy intellekt bizga qaysini nimada javob berishga yordam beradi xolos. Mana bu yerda endi keyingi tugmasini bosamiz. Kerakli tartibga solish ma'lumotlari. Siz yoki ushbu hisob bilan bog'liq bo'lgan har qanday kishi ochiq savdo qilinadigan kompaniyalarda ishlaysizmi yoki uni boshqarasizmi? Yo'q, hech kim bizda unaqa ish qilmaydi. Shuning uchun no holatda turish kerak. Yo'q bu. Keyingisi. Endi mana bu sizning boylik manbaingiz qayerdan deyapti. Ko'pchilik aytaylik o'sha boylik manbaini mulk, ko'chmas mulk, keyin meros, sovg'alar qilib qanaqadir belgilab qo'yadi. Ko'pincha shunaqa qilgan ham yaxshi, lekin buni rasmiy hujjati bo'ladi. Ko'chmas mulkni ham aynan sizning nomingizda ekanligini yoki o'sha meroslarni ham sizning nomingizga o'tganligi to'g'risidagi va hokazo. Eng yaxshisi ish bilan ta'minlashdan olinadigan daromad mana bu ktичка qo'ysa bo'ladi. Qaysidir ishda ishlasanglar, biz endi unemployment qilib qo'ydik lekin bizda mana bu ishsizlikdan keladigan daromad qilib qo'ysak bo'ladi masalan. Yoki sizda masalan ish bilan ta'minlashdan oladigan daromad qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol. Unda masalan ishdan keladigan daromadlaringizni hisobini ko'rsatishingiz kerak, qancha miqdordaligini. Masalan, statementini olishingiz kerak bo'ladi. Buni buxgalter bilan hal qilasiz. Buxgalter bilan unaqa hujjat talab qilinadi. Buni belgilab, ba'zan so'raydi, ba'zan so'ramaydi, lekin so'roq qilib shuni taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Buni esingizdan chiqarmanglar. Endi mendan so'rab o'tirmaydi, o'shaning uchun men aynan mana shuni tanlayman, nogironlik, ishdan bo'shatish yoki ishsizlikni tanlayman. Yoki tushuntiryapti bu yerda. O'shaning uchun mana shuni tanlab qo'ysam, hech qachon menda shunaqa pad vopros bo'lmagan, shu tomondan bunaqa so'ragan. Sizlarda ham shunaqa so'ramasligi uchun aynan mana shu narsani belgilab ketishinglarni maslahat qilardim. Hop, keyingisi. Endi daromad va sof boylikning qiymati. Mana shu joylari Interactive Brokersda turli xil to'siqlarga sizlarni duchor qiladi. Savdo qilayotganingizda kichik qaysidir kompaniya aksiyalarini olishga qarshilik qiladi. Bu albatta xavfsizlik jihatdan qilingan, lekin uni chetlab o'tishning eng oson va eng yaxshi yo'li mana shu yerda ketma-ketlikni to'g'ri amalga oshirish. Biz unemployment kallarni ishlatib kelyapmiz. Boshida mana unemployment belgiladik. Pul miqyosida va biz
hech qanaqa daromad olmaymiz dedik. Albatta bizda qaysidir mulk qolgan bo'lishi mumkin, nimadir. Tushunarli? O'sha narsani ketma-ketlikda belgilaymiz. Bizda daromadimiz albatta 40 mingdan past. Biz tanladik. Hozir buni tilini to'g'rilab qo'yishim kerak. Ingliz qilib 40 mingdan past. Keyingisi albatta bizda net worth, ya'ni bor qiymat 20 mingdan 50 minggacha. Bu albatta mashinamiz, uyimiz bo'lishi mumkin. Bilmayman, buni baribir so'ramaydi. 20 mingdan 50 minggacha qildik. Mana bu joyda tanlanmadi. Va keyingisi liquidity cash. Albatta biz uni naqd pulga aylantira oladigan qiymat 5 mingdan 20 minggacha bo'lgan. Hech kim O'zbekistonda masalan 100 ming qo'ymaydi hozir shotiga. Agar 100 ming qo'ymoqchi bo'lsa, aniq shotlar bilan kiritish kerak, hisoblar bilan. 5 mingdan 20 minggacha. Mana belgilab bo'ldik. Mana bu yerda o'zini qanaqadir literaturniy tarjimoni bor ekan. Bu shart emas, biz ingliz tilida davom ettiramiz. Next tugmasini bosamiz. Endi mana bu yerda aynan bizni qanaqa investment demak obyektiv kutib turibdi. Biz qanaqa shaklda ishlamoqchimiz? Har bitta любой kompaniya aksiyasini olish imkoniyatini yaratishlik uchun sizda aynan mana shu uchtasi belgilangan bo'lishi kerak. Qo'lingizdagi birgina telefon yoki notebook orqali uyingizdan chiqmagan holatda yoki asosiy ishingizdan ketmagan holatda trading orqali daromad qilishni istaysizmi? Unday bo'lsa sizga M-Trade akademiyasi yordam beradi. Biz M-Trade jamoasi 5 yillik mutaxassislikka egamiz va oxirgi 1 yil davomida 100 dan ortiq o'quvchilarga trading sohasining joyz yo'nalishini o'rgatdik. Ulardan bir qanchasi quyidagi natijalarga ega bo'lishdi. Siz ham xuddi shunday natijalarni qo'lga kiritishni istasangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilishingiz yoki pastdagi tugma orqali hamyonbop narxlarda o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Growth, hedging va profit from active trading and speculation. Любой kompaniya aksiyasini olmoqchi bo'lsangiz, aynan pennilar bilan ishlamoqchimisiz? Qisqasi umuman любой har qanday kompaniya aksiyasini olish imkoniyatini beradigan yo'l mana shu 3 ta ketma-ketlik. Mana shu uchalasini belgilasangizgina siz albatta любой kompaniya aksiyasini ola oladigan bo'lasiz. Davom etamiz. Next tugmasini bosamiz. Xo'p, endi mana bu qiziq account type. Mana bu qiziq. Eng qiziq va qismli joy mana shu yerda mana. Bu yerda cashni tanlashimiz kerak. Bu riboviy account, margin account esingizdan chiqmasin o'rtoqlar. Riboviy account turiga kiradi. Buni hech qachon esingizdan chiqazmanglar. Riboviy account turiga kiradi. Margin accountni tanlab qo'ymanglar. Bu sizlarni foizxo'r qilib qo'yadi. Ya'ni broker sizlarga majburiy qarz beradi, shu orqali kimlardir aylanib o'tmoqchi bo'ladi, lekin maqsad baribir margin accountdan foydalanish bo'lib qolyapti. Tub ma'noda. O'shaning uchun umuman margin accountdan foydalanmanglar. Va biz cash account tanlaymiz. Buni nima uchun margin riboviy account to'g'risida darsliklar bu katta mavzu, o'shaning uchun bitta videoga buni sig'dirish imkoni yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Margin account riboviy account. Oddiy tilda tushunib ketinglar. Cash bizga ayni kerak bo'lgan account. Ya'ni invest qilish uchun ham, trade qilish uchun ham ayni shu akkauntdan foydalaniladi. Tushunarli? Xo'p, keyin next tugmasini bosamiz. Xo'p. Davom etamiz. Endi mana bu yerda kerak joyi mana. Stock обязательно blok, buni o'chira olmaymiz. Mana bu yerda option bor, trading market. Bu qismlar bizga kerak emas. Bularni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni prediction market ham bizga kerak emas. Lekin bitta narsa kerak, ertaga mabodo sizlarda cryptocurrency orqali to'ldirish, ya'ni hech qanaqa imkon yo'q. Masalan, tasavvur qiling, brokerga pul o'tkazish, masalan, bank chegara qo'yib qo'ygan 10 minggacha, lekin siz ko'proq pul o'tkazishingiz kerak. Boshqa yo'l yo'q, boshqa ishonchli yo'l yo'q. Unday holatda biz cryptocurrency yo'lini tanlashimizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun bu yerda men aynan cryptocurrency and virtual asset products'ni tanlab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana shu tanlanganligiga ishonch hosil qilinglar. Qolgani shart emas. Ya'ni kripto orqali to'ldirish imkoniyati yoki kripto bilan pul yechib olish imkoniyatini yaratish uchun bu imkoniyat. Tushunarlimi? Mana shuni tanlab qo'yish bizga juda ham yaxshi yechim beradi. Keyin next tugmasini bosamiz. Mana bu qismda, ya'ni biz aynan stoklar bilan ishlaymiz dedik va qaysi yo'l bilan pul to'ldiramiz. Endi cryptocurrency bilan ishlasa ham bo'ladi degan fikrga yoqib ketdik-ku, lekin biz bitta kripto savdosi bilan shug'ullanmaymiz. U mutlaq noto'g'ri. Faqat hisobimizni kripto bilan to'ldirib olish imkoniyatini yaratdik xolos. Tushunarlimi? Endi mana bu yerda yana bir qism bizda knowledge'imiz so'raladi. Interactive Brokers'dan birinchi marta foydalanayotganimiz uchun biz har doim no experience qilamiz. Bizda tajriba yo'q. Va frequency'ga siz qanday miqdorda savdo qilasiz? Biz yil davomida ko'proq 100 tadan ko'p trade qilamiz deb belgilaymiz va knowledge'imizni doim good knowledge qilamiz. Agar sizda yaxshi bilim bo'lmasa, bitta narsani tushuning, sizga u broker savdo qilish imkoniyatini ochib bermaydi.
любой aksiya bilan savdo qilish imkoniyatini ochib bermaydi. Ko'proq o'sha riski past bo'lgan, volatilligi juda ham kam bo'lgan kompaniya aksiyalari bilangina savdo qilish imkoniyatini yaratib beradi xolos. Shu narsani oldini olish uchun biz aynan good knowledge qilib, aynan mana shu zanjirni ham esinglardan chiqazmasliklarini iltimos qilamiz. Bu ro'yxatdan o'tayotganda. Xo'p, ya'ni sizda aytaylik 3 yil, 4 yillik tajriba bo'lsa ham no experience qilasiz. Tushunarli? Chunki siz interaktiv brokersdan birinchi marta foydalanyapsiz o'shani hisobiga. Xo'p, davom etamiz. Endi mana bu yerda earn money by lending out stock you own deb. Mana bu qismi eng kerak qismi, mana e'tibor beringlar. Mana shu joyini men kerak bo'lsa sun'iy intellektdan ham so'ratib beraman. Ayni shu yerda mendan nima so'ralyapti? Buni tarjima qilib ko'rsataman sizlarga. Aynan mana shu joyi eng muhim joyi. Biz qarz berish orqali ham daromad qilishga undayapti. Bu riboga, ya'ni bizda cash account bo'lishiga qaramasdan. E'tibor bo'ling. O'zingiz qarang, javobini qaranglar. Nima deyapti? O'zingiz sotib olgan aksiyalarni iBaker platformasiga qarzga berib, lending qarzga berib, qo'shimcha daromad olish imkoniyati agar biz shu yerda yes bosib qo'ysak, biz riboga aralashib qolgan bo'lamiz. Tushunarliki, yana bitta eng kletka joyi. Avval bunaqa narsa bo'lmagan, hozir bor. Mana shu joyga e'tiborli bo'lish kerak. No tugmasini bosib, keyin next qilamiz. Mana shu joyini eslab qolinglar. Lend shares, ya'ni qarzga berish. Aynan aksiyamizni biz qarzga beryapmiz bu degani. Tushunarliki, agar aksiyalaringizni hech kimga qarzga berishni xohlamasangiz, yes, no tugmasini bosing deyapti. Aynan biz shu yerda no tugmasini bosib ketishimiz kerak. Ya'ni buni hozir yes deb tanlasangiz ham kelajakda sozlamalar setting bo'limida xohlagan vaqtingiz o'chirib qo'yishingiz mumkin. Albatta buni o'chirib qo'yish imkoniyati bor. Lekin buni hozir yo'q deb tanlab ketishimiz kerak. Agar sizda aynan mana shu yes bo'lib ketib qolgan bo'lsa, yangi avval videoni endi ko'rib iBakerdan foydalanayotgan bo'lib yotgan bo'lsangiz, eslab qoling, buni no qilib qo'ying, sozlamalarga kirib no qilib qo'ying. Sababi sizni riboga aralashtirib qo'yadi. Siz aksiyangizni qarzga berib, qarzingiz ustidan daromad qilib qolayotgan bo'lasiz. Tushunarliki? Qarz ustidan daromad qilish nima degan? Xo'p, davom etamiz. Endi mana bu yerda 3 ta asosiy question bor, savollar bor. Bu questionlarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Bitta hozir 2 ta beribdi. Avval 3 ta bo'lardi, hozir 2 ta bo'libdi. Bu yaxshi. Bu shaxsiy savol. Обязательно bunga shaxsiy yondashish muhim. Xo'p, mana bu yerda savolni tanlayman. Xo'p. Sizning birinchi boshlig'ingizning ismi kim bo'lgan? Xo'p. E'tiborli bo'linglar. Sizlar unemployment deb qo'yib, mana shu juda ham ajoyib joyi bor-da. Unemployment deb qo'yib, aytaylik, muammo tug'ilib qolishi mumkin. Hozirgi boshlig'ingizning ismi kim deb so'rab qolsa, yozib yuborsanglar, sizlar o'zi ishsizlar, qayerdan u boshliq deb nima qiladi sizlarga? Ertaga ptichka berib qo'yadi. O'shaning uchun esinglardan chiqazmanglar, tushunarliki? Xo'p. Tak, birinchi marta tashrif buyurgan mamlakatingiz mana shu joy menga qiziq. Masalan, Qozog'iston. Mamlakatlarni Qozog'iston deb yozishimiz kerak. Ingliz tilida Qozog'iston yozdik. Keyingisi. Xo'p. What was the name of best friend during childhood? Bu shart emas. Xo'p, favorite candy, shirinligingizni nomi. Albatta shaxsiy. Bunga to'g'ri javob beringlar, esinglardan chiqmasin. Chunki ertaga brokerlar blok bo'lib qolsa, blok bo'lmaydi hech qachon, lekin qanaqadir parol esinglardan chiqib qolib, parolni qayta noto'g'ri terib qo'yib, blok qilib qo'ysanglar, ularga aloqaga telefon qilib chiqib, to'g'rilamoqchi bo'lsanglar, albatta shu shaxsiy savollarni sizlarga beradi. Aynan sizligingizni tasdiqlash uchun. Bunga bitta pasport banningiz o'zi yetmaydi. Ya'ni aynan shaxs sifatida. Shu narsani inobatga olib qo'yinglar demoqchiman. Hop. Bizga farq yo'q. Men endi buni misol o'rnida ochayotganim uchun candy qilib yozib qo'yaman-da. Masalan, qaysi masalan? Sifat shirinliklari. Sifat reklama ketib qolmasin yana. Hop, sifat deb yozib qo'ydim. Next yozamiz. Next. Endi understand how to be to a future client. How did you hear about us? Biz haqimizda qayerdan ma'lumot oldingiz deyapti. Xo'p. Nima deb yozsak bo'ladi? Xo'p, nima deb yozsak bo'ladi? Xohlang YouTube deb yozib qo'ying, xohlang aytaylik
bilmayman, masalan, faqat ingliz tilida yozishimiz kerak. Mayli, men YouTube deb yozib qo'yaman. YouTube sirasi chiqadi. YouTube deb yozib qo'ydim, bo'ldi. Ya'ni bu ertaga kelajakda biz mijozlarni topsak, masalan, mijozlarni aytaylik, to'g'ri yo'nalishga, endi o'zlarining yo'nalishini to'g'ri deb biladi. To'g'ri, albatta, yaxshi. Lekin o'sha mijozlarni qayerdan qanday ko'proq taklif qilsak bo'ladi demoqchi. Men YouTube yozib qo'ya qoldim. Keyingisi, endi soliq haqida ma'lumotlar. Eng kerakli nuqtalardan bittasi bu soliq. Eng muhimi shu. Xo'p, mana bu yerda biz bittasini tanlashimiz kerak. Uylangan, yagona, ajrashgan, beva. Biz yagona bu takror yana ingliz tilida qolishim kerak. Muammo bo'lmasligi uchun. Xo'p. Angliyskini tanlaymiz. Choose one. Married, single qilaman. Mana single ni tanladim. Bunga numberga 0 qilaman. Ya'ni o'zim soliq to'lovchi haqidagi ma'lumotlar. Va tax identification number. Bu pasportimizdagi raqam bo'ladi yoki hammanglarning o'zingizlarning soliq raqaminglar bo'lishi mumkin. 6 talik yoki bilmayman, bir 14 talik raqaminglar, ya'ni hammani hozir soliqdagi raqami 14 talik raqamiga o'zgargan. Anaqa. JSHI raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, ID kartalarning orqa qismida 14 talik raqam bor. O'sha raqamni kiritib qo'ysanglar bo'ldi. O'sha raqam. Birorta raqam kiritib qo'yaman. Bo'ldi. Birorta raqam kiritib qo'ydim. Ilkiga mana bu yerda O'zbekiston tanlandi. Xo'p, O'zbekiston tanlandi. Tak, bu shartimiz qolgan. Remove qilaman. I have tax identification number. Next qilaman. Va identification type. Endi bu yerga aynan pasportinglarni kiritishinglar kerak bo'ladi. Masalan, menda pasport. Identification number, identifikatsion raqami. Masalan, AB 980 72 32 misol. Day, expiration day. Ya'ni bu qachon bizaga aytaylik tugaydi. Ya'ni tugaydigan muddatini so'rashdi. Use face recognition to unlock the. Bir daqiqa. Telefonimizdan nimadir keldi. Tugash muddatini mana bu yerga kunini yozib qo'yishimiz kerak. Bilmayman, 02 oyini tug'ilganimni nima qildim boya. 28 aytaylik, 28 da tugaydi deb yozib qo'yamiz. Keyingisi mana. Xo'p, ma'lumotlarni to'ldirib oldik. Janob Odilbek Abdurashid. Bu hammasi to'liq kiritildi. Qolgan narsalarni yozib qo'ydik. Bo'ldi, всё. Mana normativlarni belgilab qo'ydik. Bitta tasdiqlab olamiz, o'qib olamiz hammasini. Va biz bu yerda keyingi tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda endi biz ularni, demak, hamma narsasini o'qib chiqib, mana bu yerda ma'lumotnomani yuklab olishimiz shart bo'ladi. Yuklab oldi degan narsa ularda ko'rinishi kerak yoki mana bunaqa bosib aytaylik, ko'rdi degan narsa obязательно bosish kerak. Knopka ezilganini ular ko'rish kerak. Keyin bu yerga imzo qo'yamiz. Imzomiz mana bu narsa mana. Aynan mana bu ismimiz, bizning imzomiz bo'ladi. Buni Ctrl V, Ctrl paste qila olmaymiz, eslab qolinglar. To'liq yozishimiz kerak. Odilbek Abdurashidov. Vot. Imzo degani bu, imzo qo'ydik degani. Hop, ingliz tilida qilib qo'ya qoling. Next qilamiz. To'ldirayotganda ingliz tilida qilib olishim kerak. Endi sizlar tushunishingiz uchun o'zbek tilida qilib qo'yapman. Hammasini mana bunday qilib o'qib chiqishimiz kerak. Eslab qolinglar. Hammasini mana bunday qilib o'qib chiqishimiz kerak. Yana bitta imzo qo'yamiz. Abdurashidov. И всё. Next tugmasini bosamiz. Va nihoyat o'rtoqlar, mana bu hujjatlarni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Bu rasmiy hujjatlari va nihoyat biz yetib keldik kerakli joyga. Bu tax informatsiyasi. Mana bu yerda mana e'tibor beringlar. Mana bu joyga biz O'zbekistonda tanlab qo'yishimiz shart. Aynan mana shu joyda biz O'zbekiston SSR hududi bo'lganimiz uchun qanchadir muddat soliq to'lamaymiz. Qolgan qismlarga teginmaymiz. Mana bu yerda yes tugmalarini bosib qo'yishimiz kerak. Aynan mana shu bo'limda, ikkita bo'limda biz yes tugmasini bosib qo'yamiz. Yoki mana bu yerda biz to'liq so'rashimiz mumkin. Endi buni hozir o'zbekcha qilib ham ko'rsataman sizlarga. Ya'ni men yolg'on guvohlik berish uchun javobgarlikni o'z zimmamga olaman va yuqoridagi har bir sertifikatni to'g'ri va haqiqatligiga roziman deb ha deyapmiz. Keyin men soliq shakllarini qog'oz o'rniga elektron shaklda, shu jumladan hisoblarni boshqarish portali orqali to'plash va tarqatishga rozilik bildiraman deb ha deb yozib qo'yamiz. Buni belgilamasanglar, mana bu yerga imzo qo'yganinglarning foydasi yo'q. Tushunarlimi? Mana bu yerda O'zbekiston tanlash esinglardan chiqmasin. Bu imtiyoz beradi. Imtiyozlar bo'yicha mamlakatlar. Biz AQSh shtatlari va shu mamlakat o'rtasidagi daromad soliq shartnomasi ma'nosida quyida ko'rsatilgan mamlakatlar rezidenti ekanligimni tasdiqlayman. Men O'zbekistonni tanlab qo'ydim.
Buni tanlaganinglardan keyin biz aynan Amerika hududiga soliq to'lamaymiz. Bizdan soliq aksiya sotib olganimizda qanaqadir ozgina sentlardan o'zi avtomatik o'tib ketilinadi. Shuni biz tasdiqlab qo'yamiz xolos. Agar biz unaqa qilmasak 30% soliq to'lashimiz kerak. Umuman bir 20% mi juda ko'p solig'i bularni daromadimizdan keyin. O'shaning uchun обязательно shuni belgilab ketishni esinglardan chiqarmanglar, chunki bizda imtiyoz bor. Xo'p, pastga tushamizda endi bu yerga yana bitta imzo qo'yamiz. 3 marta imzo qo'ydik. Oldindan 2 marta edi. Yangilangan format, ya'ni yana ham kuchaygan. Keyingi tugmasini bosamiz. Imzoni qo'ydik, keyingi bo'limga o'tamiz. Endi mana bu yerda eng muhim narsa roziman deb belgilab chiqishimiz kerak. Yo belgilab, hammasiga roziman deb hechga qo'yamiz. И всё. Yana bitta imzo qo'yamiz. 4 marta bo'ldi. Odilbek. Вот и всё. Hammasiga roziman deb qo'yishimiz shart. Submit tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosgandan so'ng arizangiz yuboriladi va keyingi o'zgarishlar uchun mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi deb. Bo'ldi, biz yuborish tugmasini bosamiz. Yuborish tugmasini bosganimizdan keyin bizni endi asosiy oyna kutib oladi. Bu oynada biz o'rtoqlar bizdan rasmiy hujjatlarimizni yuklashimiz kerak bo'ladi. Aynan pasportimizni, face'imizni va eng muhim narsalardan bittasi, mana content application qilaveraman. Eng muhim narsalardan bittasi boyagi yashash to'g'risidagi ma'lumotnomamizni agar so'ralsa, ba'zan so'raladi, ba'zan so'ralmaydi. Mana bu yerda biz verify identity qilamiz. Boshqa hech qayerga tegmanglar. Mana bu required degan joyi to'ldiriladi xolos. Ikkita shunaqa so'raladi. Boshqa hech qayerga mana bu yerga fund your account bir narsa degan narsalar umuman bosmanglar. Verify identity qilamiz. Identity qilganimizda, ya'ni bu pasportimiz to'g'risidagi ma'lumot, continue qilamiz va bizga bitta QR kod beradi. O'shani telefonimiz bilan skaner qilamiz. Mana hozir ko'rsataman. Agree qilamiz. Skaner qilamiz. Skaner qilib face'imizni tasdiqlaydi. Ana undan keyin bizada pasportimizni skaner qilishimiz so'raydi. Pasportimizni ayni ko'rsatgan joyga. O'shalarni skaner qilamiz, o'zi avtomatik, boshqa hech qayerga tegmaymiz, o'zi avtomatik yakunlanadi. Kelishdiki? И всё. Keyin class finish tugmasi o'zi bosiladi, avtomatik o'zi tasdiqlab bo'ladi. Tushunarlimi? Endi yana bitta ajoyib joy bor. Men hozir shuni ko'rishni istardim. Bitta obnovить qilaman ekranni. Agar u joy chiqsa yaxshi bo'lardi. Endi shu joyda qoldiraman men. Bitta chiqib ketib qayta ko'rsataman hozir. Bitta ajoyib joy bor hozir. Log out qilaman. Log out. Eng oxirgi qismiga yetib keldik va nihoyat yetib keldik. Mana shu yerda login qilishga. Xo'p, bu yerga qanday kiramiz? Bu yerga login uchun mana kirilinadi. IBKR login deb yozasizlar. Interactive Brokers'ning rasmiy saytiga o'tadi. Rasmiy saytiga o'tib login tugmasini bosganingizda aynan mana shu oyna sizlarni yana kutib oladi har doimgidek. Ya'ni bu oyna bilan bir xil. Har safar qanday kiraman desanglar. Hop, bu yerga login tugmasini bosib, aynan o'sha nima deb yozdik? Mtrade deb yozuvdikmi? 4 ta birda, Mtrade 1 2 3 4 ta bir ekan. Keyin password yozamiz. Passwordga mana bunaqa yozdim dollar. Mtrade 2026. Login qilaman. Bitta narsa so'rash kerak hozir mendan. O'sha so'rashini kutyapman, aynan shu narsa. Applicationning tagida chiqish kerak edi. Bu Google Authenticator yo'q, hozircha so'ramadi, lekin so'raydi, обязательно so'raydi. Google Authenticator orqali biz aynan mana shu narsani ikkinchi himoya bosqichini o'rnatib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bizga aksiya sotib olib bermaydi. Bu приложениyaning nomi mana bunaqa. Bu nima qilamiz? Ketma-ketlikda endi og'zaki tushuntirib ketaman, to'liq ma'lumot bo'lish uchun mana. Google Authenticator deb ko'rinyapti, mana yulduzchalik. Play Marketda yozib qidirsanglar chiqadi hozir men. Yozmab ko'rsataman. Mana bunaqa internetda yozib ko'rsata qoling mana. Google Authenticator Authenticator mana. Play Marketda bo'ladi bu. Play Marketga o'tsanglar mana bunaqa приложение. Aynan mana shu приложение, eslab qolinglar. Bitta nima qilamiz qaranglar. O'zi mana rasmi ham bor mana. Mana shu oyna ochiladi, get started qilinadi. Keyin qilib bo'lganinglardan keyin oyna ochilinadi. Aynan akkauntinglar ham mana bu yerda Google akkauntinglar ham tanlasanglardan chiqmasa, mana shu interaktivdan o'tgan akkauntinglar bo'lsin. Bu qo'shimcha himoya uchun. Bu esinglardan chiqarib qo'ymasliginglar uchun. Agar Google Authenticator kod yo'qolib ketib, mabodo telefon almashtirganinglarda ham aynan shu Google Authenticatorni o'rnatib, o'sha pochta manzillariga kirsanglar, o'sha akkauntinglar ulanib turgan bo'laveradi. Lekin mabodo yo'qotib qo'ysanglar, endi telefon qilib ular bilan boyagi rasmiy muloqotni amalga oshirib,
ochib olib, qaytadan requirement berib, Google autentifikatorni o'chirtirib, yana qaytadan o'zingizlarga boshqa akkauntga o'tkazib olishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'sha tarafi bor. O'shaning uchun esingizdan chiqarmasligingizni iltimos qilaman. Tushunarlimi mana shu приложение? И mana bunaqa bo'lib ochilinadi mana Google bo'lib yoki iBeacare, mana bu yerda iBeacare bo'lib akkauntingizlar nomi turadi и 6 talik raqam turadi. Har doim o'zgarib turadi. Har 10 sekundda o'zgaradi. O'sha qo'shimcha kod degani u kiritganinglarda, login qilayotganinglarda qo'shimcha kod paydo bo'lib turadi. И bir kun ketadi, tasdiqlaganinglardan keyin 24 soat ichida akkauntinglar tasdiqdan o'tadi va 24 soat ichida sizlar bemalol Interactive Brokers'dan realniy shot, live shot ochgan bo'lasizlar. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Обязательно kommentariyada o'z fikringizni yozib, videoga yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Albatta qaysidir kamchiliklar bo'lsa, xato kamchilik bandadan o'tadi. O'shaning uchun aybga buyurmaysizlar. Mtrade komandasi bilan birgalikda ushbu darslikni tomosha qilganinglarda yana bir bor sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib, keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr, salomat bo'linglar.